Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Uyg'ur taomlari qomusi. Tuzguchi Vali Kerim Ko'kalov. Tekshirib bekitguchi Ahmadjon Ismoil. Vatanimizga tunji qatim kelgan kishi ta'mi o'zgacha, lazzatlik va quvvatlik, etilish hunar san'ati nihoyat inchika, xilma-xil Uyg'ur taomlariga ig'iz tekkanida qadimdan tartib Yipak yo'lining o'rta balvog'ida yashab, iqtisod va madaniyat jihatda ko'rikli rol o'ynagan Uyg'urlarning o'zgacha va yuksak darajada taraqqiy qilgan taom madaniyatining borligini va uning bugungacha davomlashib kelganligini his qilmay qolmaydi. Shundaq ajdodlarimiz yaratgan va bugun biz varis qilib kelayotgan Uyg'ur taomlarining turining ming xildan eshib ketishi, har birining etilish, hunar san'atining o'zgachiligi, inchikligi, lazzatliligi, quvvatining yuqoriligi, quyuq suyuq, issiq sovuq tabiatli taomlar nisbatining tangpungligi, Osiyoning ichki quruqligiga joylashgan, havosi qurg'oq va nihoyat o'zgacha bo'lgan bu zaminda yashayotgan Uyg'urlarning mizojiga nihoyat moslashganligi, ularning mushu taomlardan oziqlanib, avlodma-avlod sog'lom tirishlik qilganligi, oziqlanishdagi tibbiy folklorning keng xalq ommasining zarur bilimiga aylanganligi qatorliq madaniyat omillarining hammasi buning jonliq dalilidir. Uyg'ur taomlari qomusi necha ming yildan beri Uyg'ur xalqi iste'mol qilib kelayotgan an'anaviy tabiiy taomlarning mujassimi bo'lib, uningga ming xildan ortiq yemak-ichmak turi kirgizilgan. Bu qomus Uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyatini umumiylik aks ettirib qolmasdan, balki Uyg'urlarning o'zlari yashagan Osiyo qit'asining ichki quruqligining qurg'oq havo klimatiga loyiqlashgan, mushu alvak zamindan chiqadigan go'sht, donliq ziroat, meva-cheva, ko'ktat va dori-darmaklardan foydalanib ijod qilgan parlaq taom madaniyati, oziqlanish odati va tibbiy folklorni namoyon qilib berdi. Buningga ta Qumuldan O'rta Osiyogacha, Xotandan Altay va Yettisugacha bo'lgan bepoyon zaminda yashayotgan Uyg'urlar iste'mol qilib kelayotgan taomlarning hammasi asosan kirgizilgan. Uyg'ur taomlari kundan kunga shuhrat qozonayotgan va kishilarimizda yemak-ichmakda yatlish ko'rilayotgan mushundoq ochiqlik paytda Uyg'ur taomlari haqida maxsus to'xtalish, uni texmi mukammal tunish, xalqimizning tan holati, madaniyati, psixikasini tibbiy folklor madaniyatiga bog'lab tushunish, buningdan keyin uni ashu an'anadan yiroqlab ketmagan asosda taraqqiy qildirish va uniga varislik qilish jihatda intayin muhim ahamiyatga ega. Biz Uyg'ur taomlari to'g'risidagi eng dastlabki ma'lumotlarni O'g'iz nomida uchirta olamiz. Ana shu davrlarda Uyg'urlar chorvachilik va ovchilik egiligida bo'lg'achqa, go'sht yemakliklarini asosiy oziqlik qilgan. Bo'libmi, qo'y, kala, tuga, at qatorliq hayvonlarning go'shtini yeb, sutini ichgan. Terisidan kiyim-kechak tikib kiygan. Silincha va yepinchi qilgan. Qo'y, kala, at va boshqa yovvoyi hayvon go'shtlarini kabob qilib, sho'rb qilib va qoq go'sht qilib yegan. Sutlarni kunda qaynatib ichishdan sirt, uningdan yana erimchik, pishloq, qurut, suzma yasab iste'mol qilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday bir taom madaniyati aholi zich o'ltiraqlashgan, madaniy hayot jush urib rivojlangan, shaharlar avatlashgan, bozor qaynagan rayonlarda nisbatan rivojlanadi. Taomlarning xilma-xil turlari maydoniga keladi. Etilish, hunar san'ati va pishqan taomni bezash san'ati yuqori bo'ladi. Shu davrlarda Yarkan, Qashqar, Xotan, Kuchar qatorliq shaharlarda mana mushu talabga to'chadiganlik sababli Uyg'ur taom madaniyatining bushki bo'lib qolgan va hozirmi shundoq bo'lib kelmoqda. Aqso'ning sharqidan boshlab Turpan qumullarda aholi nisbatan shalong, bir yurt bilan yana bir yurtni sayliq va bayovan ayirib turg'achqa, har holda madaniy hayot va bozorlar o'ziga xos shaklda imkoniyatning yetishi rivojlangan hamda Uyg'ur taomlarining asosiy qismini saqlab qolgan va o'zgacha taom turlarini ijod qilgan. 20-asrning 90-yillariga kelganda Uyg'urlarda restoran madaniyati nihoyat tezlikda umumlashib, qisqagina 5-6 yilda nahiya yezlargacha umumlashib ketdi. Restoranlar Uyg'urlarning an'anaviy esil taomlarini taom shirasiga chiqarish bilan birga boshqalardan qabul qilingan yoki shakli o'zgartirilgan isloh qilingan yemaklik qo'rimlarni shiraga chiqardi. Bu yemakliklarga qizilmuch umumiyuzlik ishlatilganligi, ta'mi achchiq, qirtoq bo'lishi nurg'un kishilarni bezar qilgan bo'lsa-mu, bunda holat davomlashavergachga yanada bozorlar qo'rimlardan bo'lib qoldi. Sirtdan izchil holda ko'chirib kelingan qo'rima va yemak-ichmaklar restoranlarning yangi yuzlanishi bo'lib qoldi. Buning bilan Uyg'urlarga xos bo'lgan yemak-ichmaklar ma'lum darajada ziyonga uchragan bo'lsa-mu, u xalqimizning necha ming yillik tajribalarining yakuni sifatida yanada o'zining qimmatli o'rnini saqlab keldi. Mana mushu munosabat bilan bundoq mukammal madaniyat merosining tuzilishi va nashr qilinishi hammamiz uchun xushallanarli ish albatta. Hurmatli qarindoshlar, tuvanda sizlarga mushu kitobdagi cho'chura etish usulini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Cho'chura
Xo'ruchi bug'doy uni 1 kilogramm, semiz go'sht 1 kilogramm, piyoz 100 gramm, oqmoch, tuz, yumg'oq sut muvofiq miqdorda. Tayyorlash usuli: tuzni normal silib, ching'roq petir xamir yo'g'irib, tindirib qo'yamiz. Go'shtni ushshoq to'g'rab, piyozni qo'shib chanab, xamirda qilib etib, tuz, oqmoch silib, obdan aralashtirib qiyma tayyorlaymiz. Xamirni no'g'uch bilan takchi nepiz yeyib, 4 sm cho'nliqda chasi kesib, jilti tayyorlaymiz. Qiymini jiltiga silib qatlab, chatlarini ching'roq besib yemlab, ikki chetini egib birlashtirib chimdib tugimiz. Qaynayotgan qozonga silib, pishqanda yumg'oq sut, penna, savza qatorliqlarni silib, chinalarga suyini qo'shib suzib olamiz. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklif kitobxonasi.